Shu paytgacha men videolarimni tarqatinglar demaganman. Mana shu videoni tarqatgan, repost qilgan yurtdoshlarni qo'llari Ka'batullohlarni ushlasin ilohim. Bu juda ham muhim. O'zbekiston tarixida bunaqa bo'lmagan. SNGda ham, hatto O'rta Osiyoda ham. Cincinnati, Ohioda juda ham katta masjidimiz qurilyapti. Noldan boshlab qurilyapti. Mana bunga bosh qosh bo'lib turgan 5 yildan beri Zafar akamda hamda ko'p yurtdoshlarimizga yordamchi bo'lyapti. Sizlarga men murojaat qilishimdan maqsad hozir tomlardan suv o'tib ketyapti. Masjidda kamchiliklari juda ham ko'p. Kimdir zakot qilaman, kimdir mana ustalar bor, elektriklar bor, borib amalda yordam beraman degan jigarlar. Ekranda Zafar akamning telefon raqamlarini qoldiraman. Tezda aloqaga chiqinglar, o'zingizlarni hissanglarni qo'shmasanglar bu masjid yotgancha yotaveradi. Xudo xolasa bitgandan keyin yoshlarning islom musobaqasi, Qur'on musobaqalari o'tiladi, ilm beriladi chuqur-chuqur islomdan. Ateizm degan baloga qarshi kurashiladi. Sizlardan iltimos befarq bo'lmanglar. Masjidni ehson qiladiganlar juda ham ko'payib ketsin. Yosh yigitlar mana ateizm balosiga kirib ketgan, yaratgandan men so'rab qolaman. Shunaqangi qalbiga iymon berginki, sajda qilaverib peshonalari ko'karib ketsin. Bellari bukilib qolsin. Millatimga o'zingni rahmatingni yog'dirgin. Ilmda ham boy bo'lsin. Cho'nchaklari to'la dollar bo'lsin. Bizga qasd qilganlar past bo'lsin. Qo'lladim millat dushmanlarini Alloh o'zing O'zbekistondan ko'tarib tashlagin. Amin. Allohu akbar.